Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Mana kecha 18-noyabr kuni U17 O'zbekiston terma jamoa futbol bo'yicha Italiya terma jamoasiga yigitlarimiz, yoshlarimiz 3-2 hisobiga yutqazishdi. Bir kun oldin post qo'ygandim, 2-0 ga yutib kelamiz Italiyani deb. Ko'plar yozyapti, men yutqazdik deb. Lekin Italiya ham alay-bulay jamoa emas. Rivojlangan mamlakatni jamoasi bilan tengma-teng, hattoki tengma-teng, bitta kam bo'lib ham yigitlarimiz yaxshi o'ynashdi. 3-2 bo'ldi. 2 gol urishdi ularning darvozasiga. Bitta kam bo'lib o'ynab ham. Bu yigitlardan hali ko'p narsani kutamiz. Ularni endi yomonlab, ana qilib yotish kerak emas. O'shancha shunchalik bosqichlarni bosib borib, Italiya rivojlangan davlat, rivojlangan mamlakat. Har qanday davlatni terma jamoasi ham ular bilan bahslashishga qo'rqib turadi. Yigitlarimiz, yoshlarimiz o'ynadi. Shularga rahmat. Ularga omad tilayman yana. Bu yoshlardan hali jahon chempionlari, jahon chempionat arenalariga bayroqlarimizni ko'tarishni kutib qolaman. Bular juda oxirigacha o'ynadi, lekin omad yuz o'girdi. Shunisiga ham rahmat. Tabriklayman yigitlar. Sizlar hech qachon xafa bo'lmanglar. Sizlar hali O'zbekistonning bayrog'ini yuksaklarga ko'tarasizlar. Zato o'sha 3-2 bo'ldi. Men 2-0 ga yutadi deyishgandim, lekin terma jamoamiz meni bashoratim to'g'ri keldi. 2 gol urdi Italiya terma jamoasining darvozasiga. Lekin men penaltini ham sportli bo'lib qoldi. Penaltini ham berish kerak edi. Suriya o'shani ana bo'lmadi. Ha, bu ana omadga bog'liq, ya'ni ham sog' bo'lasizlar. Omad tilayman yigitlarga, futbolistlarimizga, yigitlarimizga. Zato asosiy terma jamoamiz Eronni kecha penaltilar hisobiga yutdi. Omad. Jahon chempioni bo'lish nasib qilsin bizning jamoamizga. Sog' bo'lasizlar.